Barchaga xayrli kun. Bugun biz sizlar bilan Forex bozor haqida o'rganamiz. Bu kirish qismi. Forex o'zi nima? Forex qanday ishlaydi? Hammasiga hozir kirib o'rganib chiqamiz. Forex o'zi, ya'ni Forex o'zi nima? Forex Foreign Exchange Market so'zidan kelib chiqqan bo'lib, ya'ni qisqartmasiga Forex deb ataladi. Ya'ni Forex bu valyuta bozori. Bir davlatning valyutasi o'zaro kelishilgan kurs bo'yicha boshqasiga almashtiriladigan global bozor bu Forex hisoblanadi. Bu yerda asosiy Forex bozorining ishtirokchilari markaziy banklar bo'ladi. Ular amalga oshirishi mumkin bo'lgan ochiq bozordagi operatsiyalar va foiz stavkalari asosan valyuta kurslarini belgilaydi. Keyin esa tijorat banklari mavjud. Banklar o'zaro elektron tizimlar orqali valyutalarni sotib oladi va sotadi. Hedj fondlar aksiyalar, obligatsiyalar yoki fyucherslar savdosi uchun valyutalarni sotib olish yoki sotishi mumkin. Kompaniyalar eksport va import bilan shug'ullanadigan kompaniyalar o'z faoliyatida tovar va xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish uchun valyuta bozorida birja bitimlarini amalga oshiradi. Va oxirida broker va treyderlar. Broker va treyderlarning savdo hajmi banklar va boshqa moliya institutlari bilan taqqoslaganda juda past hisoblanadi. Xo'p, endi osonroq qilib ko'rib chiqamiz. Aytaylik, har bitta tuman, shahar, davlatda o'zini valyuta ayirboshlash shoxobchasi bo'ladi yoki bank o'zida valyutani almashtiradi yoki bo'lmasam kimgadir borib qo'lda shundoq almashtirasizlar, to'g'ri? Misol uchun valyutani almashtirasizlar. Uni orada misol uchun sotib olish narxi boshqacha bo'ladi yoki sotish narxi boshqacha bo'ladi. Orada farqi bo'ladi. Yana bitta misol, aytaylik, siz O'zbekistondan Amerikaga sayohatga ketyapsiz yoki ishingiz bilan ketyapsiz. Siz nima qilasiz? O'zbekiston so'mini dollarga konvertatsiya qilasiz, ya'ni ayirboshlashsiz. Va bu orada siz misol uchun qo'lingizda qanchamdir million so'm bo'lsa, uni dollarga konvertatsiya qilasiz va qanchamdir kursda. Shu orqali bu proses davom etadi va siz o'zingiz bilib bilmagan holatda beixtiyor uje Forex bozorida savdo qilgan hisoblanasiz. Oddiy valyutani ayirboshlaganingiz o'zida. Bu narsa любой valyutalar bilan kelib chiqadi. Bitta valyutalarni o'zi emas, ya'ni Forex bozorida metallar, kompaniya aksiyalari, indekslar, shunga o'xshagan narsalar ham bor. Hali uni keyingi etaplarda ko'rib chiqamiz. Forex bozori asosiy ishtirokchilarini ko'rib chiqdik, boya aytib o'tdim. Forex bozori ko'rib turganimizdek butun davlatda, butun dunyoda ishlab keladi. Uning uchun sizga hech qanaqadir katta оборудованиялар kerak emas. Internet, telefon yoki kompyuteringiz bo'lsa bo'ldi, ishlab savdoni amalga oshirsangiz bo'ladi. Forex bozori kunduzi ham, kechqurun ham, haftada 5 kun, dushanbadan juma kunigacha ishlaydi. Haftada ketma-ket har kuni ishlaydigan, ya'ni 24 ga ishlaydigan bozor bor. Bu kripto birjasi hisoblanadi. Ya'ni kripto birja Forex bozoridan mustasno. 24 ga 7 tekis ishlab keladi. Endi Forex bozori o'zi sessiya bo'lib bo'lingan, endi ajratilgan. O'sha sessiyalarda o'zini vaqtida yuradi. Shu sessiyalarda o'zini qanaqadir xarakteri bor, bozor zo'r yurib beradi, katta ob'yom kirib keladi bozoriga. Forex bozori asosiy sessiyalari Sidney birinchi bo'lib ochiladi, keyin Tokioga o'tadi. Tokio soat 4 dan 12 gacha davom etadi. Tokiodan keyin Londonga o'tadi, London sessiyasiga, Londondan Nyu-York sessiyasiga o'tib, bozor shunaqasi ketma-ketlikda ishlab keladi. Forex bozorida bir kunlik savdo aylanmasi Forex bozorida 7 trillion dollarga yaqin. Buni tasavvur qilish juda ham qiyin. 7 trillion dollarga yaqin bir kunlik savdo aylanmasi bu Forex bozorini o'zida. Forex bozorining bir kunlik aylanmasini o'zi Amerika stok bozori, Tokio stok bozori, London stok bozoridan qo'shganning o'zida ham bir necha barobar katta hisoblanadi. Ya'ni juda ham katta ob'yom, juda ham katta hajm bor Forex bozorining o'zida. Shu Forex bozorida biz valyutalarni sotib olamiz, sotamiz, ayirboshlashamiz bir-biri bilan yoki asosiy misol uchun akkauntimizdagi balansga qarab, ya'ni akkauntimiz misol uchun 1 xil yevro qolib, 1 xil dollar, asosan dollar ekvivalentida metallarni, metal, tilla, kumush, neft, har xil yana obligatsiyalar, indekslarni savdosi bilan shug'ullanamiz. Bitimlarni ochib yopamiz. Bundan keyingi darslarda yana sekin-sekin hammasini chuqur ko'rib boramiz, o'rganamiz. Hammaga rahmat.